Sportga qiziqadigan Birunilik yoshlar uchun yana bir zo'r yangilik. Bu ko'rib turgan kamar va medallaringiz rukopashniy bo'y. O'zbekchasini aytganda qo'l jangi bo'yicha jahon chempioni bo'lsangiz beriladigan kamar va medallar hisoblanadi. Va bu kamarlar kimga tegishli? 2 karra jahon chempioni, 5 karra O'zbekiston va 5 karra Qoraqalpog'iston chempioni Aminova Dilnoza o'zining to'garaklarini start berdi. Xo'p, Burada nuni o'rgansanglar bo'ladi, hozir hammasini tushuntirib beramiz. Hozirda ko'pchilik ota-onada bir xil muammo. Bolam telefonga yopishib qolgan, nechetsam bo'ladi. Vot sizga oddiy yechim. Bu yerda bolangiz nafaqat sport bilan shug'ullanadi, ham organizmi chiniqadi, ham sog'lom bo'ladi. Undan tashqari albatta tarbiyalanadi. Sport bilan shug'ullanish bilan birgalikda bu yerda albatta tarbiya ham beriladi. Undan tashqari sport bilan shug'ullanyaptir va albatta farzandingiz chempionatlarga chiqadi. Aniyag'i so'ng jahon chempionati, undan aniyag'i olimpiada. Olimpiada va chempionatlarga chiqadi nima degani? Albatta bu yuzingizni yorug' etib bir mashin bilan qaytadi degani. Farzandingizni qaysi yo'nalishga yo'naltirishni bilmay turgan bo'lsangiz, albatta birinchi navbatda qandaydir sport to'garagini qatnab ko'rishi kerak. Shundagina farzandingizning xarakteri bosilib, o'zini tutishi ancha o'zgaradi. Oddiyroq aytib aytadigan bo'lsak, aytganingizni bir aytgandan aytadigan bo'ladi va buning uchun albatta qattiq bir trener ko'rish kerak. Ko'rib turganingizdek, endilikda shu muammoga yechim topildi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Shu nomerlar bilan bog'lanib, bemalol to'garakka bolangizni yuborsangiz bo'ladi. Bormayman desa, o'zingiz olib kutib yuring shu yerga. Ben aytgancha, manzilni aytmoqmiz. Manzil Dimoddiy. Buyog'imizda 14 kollej, 14 kollejdan o'tib kelsangiz, 4 kir shossining bo'yinda 38-maktab, ya'ni hamma Krupskaya nomi bilan bilatag'in maktabning ichida bo'ladi. Agar 38-maktabdan bilmasangiz, 14 kollejdan bilmasangiz, 4 kir shossida toza ochilib o'tirgan to'yxona bor, ya'ni Oqqasr to'yxonasi. Shuning to'g'risindagi yo'ldan tushib kelsangiz, 38-maktab shiq etib oldingizga chiqib beradi. Boshqa ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga bog'lanib turib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Farzandingizning kelajagini o'ylasangiz, albatta sportga yuboring. Sababi sport insonni eng yaxshi tarbiyalaydigan yo'llardan birisi. Podpiska bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Biruniyning ichida sizga kerakli ne gap bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi. Podpiskatsiya chiqib turgan bo'lsa, ustuna bosib yo'qotib qo'ying. Rahmat, sog' bo'ling.